Assalomu alaykum hammaga. Qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Obzorini ko'rsatib o'tamiz. Undan avval esa kanalimizga har doimgidek obuna bo'lib, bir donadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysalaring, juda ham boshimiz osmonga yetgan bo'lardi azizlar. Kaptar qafasimiz arkali, 15 ta uyali. Ranglari cho'kko, eshiklari mana keng holatda bo'lgan. Zakazga tayyorladik Toshkent viloyatiga. Ichida parlash xonasi bor, jami 15 ta, undan tashqari uyalari mavjud. Razmerlari bo'yi 2 metr, uzunligi 1.20, yon tomoni esa 1.10. Tomlari ham arka shaklida. Ranglari shokolad svet. Mana bu yerda tovuq qafasimiz, razmerlari uzunligi 2 metr, yon tomoni 1 metr. Hop. Yonida tuxumlash xonalari mavjud. Mana bu yerda mana tuxumini olib, mana bu yerdan foydalanish mumkin mana. Qulflanadi, ikkiga ajratilgan. Ranglari gansivit, kumush rang. 20 tadan oshiq tovuq ichida bemalol yashashi mumkin va g'ildiraklarni qo'yib qo'yganmiz. Sharoitlari yetarli darajada. Qafasimiz oxirdon idishlari. Qafasimizni qulayligi bu yoqdan bu yoqqa bemalol odam jildirib yurishi mumkin. Bunda ham mana rolik g'ildiraklar bor. Mana bu yerda koreyskiy variantda bir kaptar qafas qilganmiz. 74 tali uyalari. Eshiklariga bitta baho berib qo'yasizlar mana. Chiroyli holatda bo'lgan. Qulflab qo'yganmiz hozir. Razmerlari uzunligi 3,5 metr, eniga 1,5 metr, balandligi 270 cm g'ildiragi bor buni ham. HDF materiallardan ishlatganmiz. O'zgacha dizaynda tayyorladik. Bitta baho berib like bosib qo'yasizlar. Mana bu yerda esa mana kaptarlar uchun puli qulay holatda tayyorlaganmiz. Bu qafasimizni 1,5 million so'mdan tayyorlayapmiz. Bu ham Toshkent viloyatiga chiqarib yuboryapmiz. Ichida parlash xonasi bor. 12 ta uyalari mavjud, keng holatda parlash xonasi. Eshiklari arka ko'rinishda. Razmerlari uzunligi 1.40, yon tomoni 1.10 cm ga ajratilgan. 20 tadan ziyod kaptarlar ichida bemalol yashashi mumkin. Ranglari esa gansivit, eshiklarini cho'kko shokolad rangda ajratganmiz. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tashlab qo'yasizlar azizlar. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.